Yomg'irli havoda video yomon chiroyli chiqadi do'stlar. E'tibor beringlar, priskachatga sepildi. Priskachatlarga sepildi do'stlar. 19 ta priskachat polni tayyor bo'lish holatida, kraskadan chiqqan holat. Yomg'irda turishini qaranglar. Sekin savalayapti do'stlar yomg'ir. Xo'p, bu narxi arzonroq chiqadigan o'rtacha 100 kilogacha bo'lgan akalarimiz uchun tayyor bo'ladi bu do'stlar. Xo'p, bundan katta bo'lgan akalarimiz uchun ham albatta bor, 200 kilogacha Vestdagi akalarimiz uchun ham bor. Ularning narxi 2 million 200 ming chiqadi. Bunisini narxi 1 million 400 ming chiqadi do'stlar. Qora kraskalar sepilgan. Sifatlari moshni, kempingda quyilgan po'loqtamatda. Hop, bizni baytda yig'ilmayapti. Men sizlarga polni yig'ilgan qozonlar qo'yilganlarni chiqaraman deyapman. Hech vaqtim bo'lmayapti narigi sirtga borishga. Bizda polni svarka ishi bo'ladi, keyin kraska bo'ladi, kraskadan keyin ketadi. Naryoqda polni miyahtilari qo'yiladi, qozoni yig'iladi, g'ildiraklari qo'yiladi. O'shana bo'lib naryoqda tayyor bo'ladi. O'shuning uchun hozircha tayyorini videosi kam, lekin bor, videosini ko'rsangiz bo'ladi. Aloqaga chiqishlari mumkin 33 036 46 56 raqamiga mana do'stlar. Holati xuddi shunday bo'ladi, qozoni bo'ladi. Bu yerda ruchkasi, bu yerda bo'lsa chig'anoq qo'yadigan joyi bo'ladi. Chig'anoqni qo'yasizda. Qatnobkan qilaverasizlar. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi, quvvali bola. Sog' salomat bo'linglar, kunlaring xayrli, barokatli, eng asosiysi foydali bo'lsin. Charchamanglar.